Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Men Amerikada turadigan Erkin Sidiq. Sizlarga bugun bir favqulodda uchurni yetkazib qo'yish uchun naq maydonga chiqishim. Xabaringlarda bor, bak uzoq bo'lib ketgan. Sizlarga hech qanday bir xush xabar, bir narsa yetkazolmaydim. Bu qatim biroz xush xabar bor. Shuni bir yetkazib qo'yish uchun mana shu bir alayda videoga chiqishim hozir. O'tgan juma kuni xabaringlarda bo'lgandek men bir singlimizniki iltimosini o'qib bergan sizlarga. U chog'da men bu iltimosniki bundaq bir yaxshi natija beradiganligini o'ylamagandim. Buni videoni ko'rgandan keyin 5 tak qarindoshlar men bilan aloqalashib, shu singlimizga yordam qilsak, yordam qilaymi har oyda deb o'tirib chiqdi. Chiqqandan keyin bu ishdan xo'shal bo'lib ketdim, nayt xo'shal bo'lib ketdim. Uyg'ur Project fondiniki direktorlariniki hammasi xo'shal bo'lib ketdi. Biz mushkini deyaqi ko'p muzokaralarni qilib, bu ishni biroz sistemalik qilib, mushunaq yordamni ko'proq qarindoshlarga yetkazsak deb o'ylab, bir qism qoida rasmiyatlarni bekitib chiqdik. Men bugun sizlarga shularni bir yetkazmoqchi. Ondan keyin mushbincha ish qilsak bo'ladi. Asosliga bizningki bu qatim deyishkinimiz hozir chet eldagi Uyg'urlar ichidagi bolalarni muntazam maktablarning boshlang'ich to'liqsiz va to'liq o'rta sinflarda o'qitishda iqtisodiy to'sqinlikqa duch kelgan oilalarga yordam qiladigan bir ishni yo'l qo'ysak dedik. Bu yordam bizdan kelmaydi. Bu yordam chet eldagi saxovatchi qarindoshlarimizdan keladi. Bu qatim shu oldingi 2 kunning ichida men bilan 5 ta qarindoshlar aloqalashdi. Ashta bo'g'ashqa shu qarindoshlarniki hozir qilmoqchi bo'lgan yordamini biz ko'proq oilaga chechib, ashta birayli deb o'ylashdik. Buniki oldingi sharti bolalarni muntazam maktablarning boshlang'ich, to'liqsiz va to'liq o'rta sinflarda o'qitishda iqtisodiy to'sqinlik uchirgan oila. Bu oldingi shart mushbinchi qilmoqchi. Mushni berish uchun Uyg'ur Project fondidan bir 4 kishilik tanlash gruppasi qurdik. Bu nima tanlash degan chog'da iqtisodiy yordamga iltimos qilgan qarindoshlar ichidan shu bizning shartlarimizga uyg'un keladigan qarindoshlarni tanlab, ularni yordam qilmoqchi bo'lgan saxovatchilar bilan tanishtirib qo'yish. Mushtaq bir gruppa bu. Buningda Uyg'ur Project fondidan direktorlardan bir kishi bor. Türkiye'deki Uyghur Yar Fondu'dan bir kişi var. Yine müstakil pidaylardan 2 sınırımız var. Bu sınırımızdaki birisi Türkiye'de, yani birisi başka devlette. 2 hanım, şuna olup cemi 4 adam. Bu 4 adamlarga ben nazaratçılık qilmoqchi bu işlerin hamisiga. Başına ahir. Şuna müstakil bir grupunu kurduk. Endi buniki konkret rasmiyatlar qandaq desanglar, şu yordamga erishmoqchi bo'lgan oilaniki bir vakili bir iltimos xati yozsanglar. Bu iltimos xatiniki shakli men o'tganki juma kunidagi programda o'qib bergan xatga o'xshash bo'lsa bo'ladi. Bak uzun bo'lib ketmasin, qatti bir batdan eshib ketmasin. Uningda o'zinglarniki oilasini, oila ahvolini qisqacha bayon qilib, ondan keyin duch kelgan qiyinchilikni bayon qilsanglar bo'ladi. Biz bu xatni şu yordam berildiganlarni tanlashga ishlatamiz. Shuni asosi bo'ladi. Ondan keyin bu xatni yana şu tanlash gruppasi tanlab bo'lgandan keyin biz yordam beruvchilarga ishlarning xatlarini o'rgatamiz. Oilaga yordam qilishni xohlamsiz deb. Ashta bo'lganda shular o'zlari xohlagan oilaga yordam qiladigan bo'ladi. O yordam pulini o'zlari bevosita o'rgatsa bo'ladi. Yoki bizarlik evasim bo'ladi, bu o'ziniki ixtiyoridagi ahvol. Shu mushtaq shaklda etmoqchi bu ishni. Ondan keyin bu turda tanlangan oilaga har oyda $100 avatib bermoqchi. Albatta men degandek, uni yordam qiluvchilar, saxovatchilar yoki bevosita avatidi, yoki Uyg'ur Project fondi orqali avatidi. Asosan nurg'ishlar meningki oldimda o'tadi. Bunun sebebi işlerini məxfi tutuş. Şu yordam almoqchi bo'lganlarniki uchurlari
ve yordam bermoqchi bo'lganlarning uchurlari mutlaq maxfiy turadi. Uni asosan men bilaman. Mendan boshqa yordamga iltimos qiluvchilarniki iltimosini tanlash gruppasidagi 4 kishilar, 4 qarindoshimiz ko'rdi endi. Ulardan maxfiy saqlab bo'lmaydi, ular ko'rdi. Andaki zurur tepilgan chaqda ba'zi oilalarni tekshirib beqishimiz mumkin. Turkiyadagi qarindoshlar berib, shu oilalarni ko'rishib, amaliy ahvollarni biraqir ko'rib, bolalarniki o'qish oid materiallarini ko'rib, aniqlab chiqish mumkin. Bu nima uchun degan chaqda, bu saxovatchi qarindoshlarniki manfaatini qo'g'dash. Ular mushtaq bolalarni o'qitishda qiynayotgan oilalarga yordam qilamiz deb o'tirib chiqqan bo'lg'achqa, biz chuqur ashunday oilalarni tepirishga kafolat qilmoqchi. Mushunday usullar orqali. Endi ba'zi saxovatchi qarindoshlarimiz har oyda $300 chiqaradiganlar bor, har oyda $400 chiqaradigan bor, deganlar bor. Mushunday ahvolda bu $300 yoki $400 3 oilaga yoki 4 oilaga taqsim qilib bermoqchi $100. Nima deganda, hozir Turkiyada iqtisodiy qiyinchiligi og'ir oila bek ko'p. Ashta bo'lg'achqa bir necha oilaga yig'inchoqlab qo'ymay buni imkon bor ko'proq oilaga yetkazaylik deb o'ylashdik. Bu ishlarni mushta qilmoqchi bundan keyin. Anamdan keyin bu yerda yana bir narsa, bizniki shu ish qilish qoida rasmiyatlarining ichida mundaq bir narsa bor. Hozircha yordam qilay deb men bilan aloqalashgan saxovatchi qarindoshlarimizniki soni cheklik. Meniki bizning farzimizcha bu yordam so'raydiganlarning soni ko'proq bo'lib ketishi mumkin. Ashta ahvolda hozirgacha chiqqan saxovatchilar tugaganda yana yangi saxovatchilarni tepish uchun ba'zi qarindoshlarniki iltimos xatini men o'zimniki yana haftalik videosida o'qishim mumkin. O'tgan juma kunidagidek. Bunda ahvolda ikki sharti bor. Birisi men oldi bilan shu oilaniki ma'qulligini olaman. Ikkinchisi u oilaniki shaxsiyatiga yetadigan hech qanday uchurni chiqarmaymiz sirtqa. Shunga bundan xabardor bo'lib qolinglar. Albatta men degandek yordamga erishuvchilar bilan yordam beruvchilarniki uchurlarimi qat'iy sirtqa oshkorlanmaydi. Buni sababi endi saxovatchilikniki ba'zi qoidalari bor. Hozir qadar men bilan aloqalashgan qarindoshlarning hammasi o'ziniki mushtaq yordam qilganligini boshqalar bilmasa degan narsani talab qildi. Bu nayt o'rinliq endi talab. Ashta boshqa buni biz shubincha ijro qilamiz, shubincha qilamiz ishni. Bu jihatda biz mutlaq kafolat qilamiz. Mayli yordam oluvchi bo'lsin yoki yordam beruvchi bo'lsin, bularning talablariga mutlaq amal qilamiz. Shunga buni bir deb qo'yay. Albatta deb o'tgandek biz tanlagan oilalarga yordam qiluvchilar pulni bevosita o'zlari o'yasimi bo'ladi. Eng yaxshi o'zlari o'yatib tunishib bu oila bilan ashta qilsa eng yaxshi. Yoki endi ba'zilar pul o'yatishni to'g'ri bilmay rasmiyatlari ta'sirroq endi bo'libmi Turkiyaga pul mandirish oson emas. Ashta bo'lg'achqa Uyg'ur projekt fondi orqali o'yatimiz desa umum bo'ladi. Buni biz qilib bermoqchi. Endi yordam beruvchilar bilan yordam oluvchilar o'zaro tunishib olgandan keyin ba'zi hayit bayramlarda ba'zi alayda sovg'atlarni o'yatimiz desimi albatta bo'ladi. Biz bunday ishlarni qat'iy kontrol qilmaymiz. Bizning asosli qilganimiz yordam beruvchilar bilan oluvchilarni tunishtirib qo'yish, qolgan nurg'un ishlar shu ikki tarafniki o'z ixtiyori bilan bo'ladi. Biz ularga aralashib olmaymiz qat'iy lamkin. Ishqilib buniki mazmuni shundoq. Buniki ikki cho'ng omili bor. Uning birisi mushtaq iqtisodiy yordamga ehtiyojli oilalarniki bir iltimos xati yozishi. Albatta men degandek iltimos xati bir batdan jihob ketmasin. Uningga o'zingizniki oila ahvolini, oila qiyinchilik ahvolini, andiki bolalaringizga o'qish ahvollari to'g'ri yozsangiz bo'ladi. Andan keyin uningga butun oila bo'yicha tushgan bir parcha rasmni qo'shib o'tmagan bo'lsangiz. Bu rasmni biz taqatmaymiz bir yerda, qat'iy ko'rsatmaymiz boshqalarga, lekin yordam qiluvchilarga ko'rsatamiz buni. Yordam qiluvchilarniki tanlash uchun ko'rsatamiz. Ashta qilgan chog'da bir kun azodi bo'ladi ma ishlar. Mushbinchi qilmoqchi shunga bir iltimos, andan keyin bir parcha rasm. Undan boshqa hozir qadar mushundaq ishlarni o'ylayotgan bir saxovat ishini qilishni o'ylayotgan boshqa qarindoshlar bo'lsa, biz bilan aloqalashinglar. Sizlar ko'rib turgandek hozir 2 kun ichida biz
sakkiz modellik bir muntazam qoida rasmiyatlarni bekitib chiqib bo'ldik hozir. Andan keyin 4 kishilik tanlash guruhini bekitib bo'ldik. Ular hammasi o'zi rozi bilan biz guruh qurib muzokara qilishlarni olib berib bo'ldik. Biz birgalikda tushalaymiz. Bu guruh birgalikda tushalaydi. Boshqa o'sha saxovatchilik ishlarini o'ylayotgan bo'libmi? Rammimiz ko'p turgandek asosan biz o'zimiz qutqazmasak bo'lmaydigan bir xil ahvolda qoldik hozir. Buning ichida ma'rif bak muhim. Chet elga chiqib bo'lgan Uyg'urlarniki farzandlarini yaxshi tarbiyalash intayin muhim. Boshqa mushu sohada ish qilay. Chet eldagi Uyg'urlarniki bolalarining kelgusida millat uchun bir yaramli odam bo'lishiga yordam qilay deydigan saxovatchi qarindoshlar bo'lsa, sizlar biz bilan aloqalashinglar. Vaqti kelgan chaqda bir qism iltimos xatlarini yana o'qib beraman, xuddi o'tgan juma kunidagidek. Bundan xabar deb qilinglar. Menga hozirga qadar shu iqtisodiy yordamga iltimos qilgan 2 oila boti, birsi men xatni o'qib bergan singlimiz, yana bir oila boti. U aileniki 3 kichik bolasi var. Dadasi o'zi o'qiyotgan oliy maktabda bir oilati. Hozir bu 2 aileniki yordam ishlari yo'lga tushib bo'ldi. Menga singlimiz qildigan pul kelib, uni sevitib bo'ldim hozir. U hozir yo'lda, mana shu bir 2 kun ichida qo'lga tegdi. Yana bir inimizga shu bir saxovatchi qarindoshimiz bevosita yordam qilmoqchi. Uniki hozir oliy maktab o'qishida tablet yo'q ekandik. Bir tablet lazım olqasın başlardan aret gelip başta okuyup ekan. Bu saxovatchi qarindoshimiz u inimizga bir tabletni yetkazib bo'ldi. Tunögün bir nöküm 2 kun ichidlamkin. Şuna bu ishlar hozir o'tirib menib bo'ldi. Bundan keyin bu ishlarni aytdi muntazam puxta mangdi masalan degandek. Şuna har ikki taraf iqtisodga yordam talab qildiganlar bilan yordam berdiganlar bo'lsa, men bilan aloqalasanglar bo'ladi. Bu vaqtda bundan keyin yana davomli to'xtalman. Endi yana bir deb o'tadiganim, men chet eldagi qarindoshlarniki mush sohada ish qilayotgan uzun bo'lgan qarindoshlarni bilaman. Bu ishlarni bu saxovatchilar amaliyotda iqtisodiy yaxshi emas ancha. Iqtisodiy yaxshi emas, o'zlari shunchalik qiynalyapsimi? O'zlari shuncha qiynalyapsimi? Yana topgan kirminiki yerimidakni boshqalarga yordam qilib, bir necha oilani beqib Türkiye'deki açtak ötüyotgan qarindoshlardan neçisi var. Bularni men bilmem. Burun tatib biletdim. Endi maqatim maaşta bir kütmegen yerden bir xoşalnarlık iş o'tirib chiqib qoldi. Açta boğaşqa Uyghur Project Fondi bu ishni bir rasmiy oldi qilib, imkon qadar bu yordamni ko'proq oilaga yetkazaylik deb qoldik. Men shu fursatdan foydalanib, hozir qadar yordam berish uchun o'tirib chiqqan qarindoshlarga, hozir qadar uzun muddat o'z oldiga boshqalarga yordam qilayotgan qarindoshlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Menga bak uzun bo'lib ekan. Ko'nglim bir xil yuragim to'nliq bir xil xo'shallik kelib baqmag'li o'zimga. Ma juma kundikinki o'tirib chiqqan ishdan o'zim shunchalik suyundim, shunchalik xo'shal bo'ldim. Millatda bir xil umid borligiga texim ishindigan bo'ldim, ishondim hozir. Menimcha nurg'un boshqa qarindoshlar mashaq bo'ldi deb o'ylayman. Xudoyim bo'lsa, ishni mushtaq bir yo'l bilan yaxshi qilib ketsak. Andan keyin yana bir narsa deb qo'ydigan kalnur.com tor betini juma kuni yechib etgan. Dastlabda bu ochsizlarmikin ingliz chiqadigan bo'lib qolibdi ekan. Bir qism qarindoshlar qanday qilishini sal bilmay to'g'ri tanlay olmay qolibdi ekan. Hozir buni endi ochsizlarmikin uyg'urcha bet ochildigan qilib qo'ydi. Buni qilayotgan ukalar. Endi uyg'urchaniki 2 yozig'i bor. Birisi arabcha yozig'i, hamisi latincha yozig'i. Language degan bir yeri bor. Aşağı kirsanglar arabchani, latinchani yoki Slaviya yozig'ini yoki inglizchani tanlag'ili bo'ladi. Ash bo'yicha o'zinglar qasni muvofiq ko'rsanglar, qaysi sizlarga muvofiq bo'lsa shuni tanlab qilsanglar bo'ladi. Bugungacha 2 kun ichida hozir tizimlatganlar 70 ga yaqin berib bo'pti. Men bunchalik unumga erishdi deb o'ylamagan gapni rostini desam, shunga bu ishdimi xo'shal bo'ldim. Bu torbetini qilayotgan ukalar hozir jafo chekib buni quvvat qilib bir yil bo'lib ketgan. Naytki jafolarni chekdi. Men o'zimcha yilda bir yuz odam tizimlatamikin deb o'ylagan burun. Ashta bo'lsin qilayli bu ishni, bu bizniki millatni chet elda salab qilishda bek muhim ish deb buni da ching turib Uyghur Project Fondidagilar ching turib qilgandik. Ammo
hozir chiqqan natija biz o'ylagandan ko'p yaxshi bo'lib ketdi. Shunga bu ishmi bizni intayin xushal qildi. Mush ishga ovoz qo'shib, bu torbetdan foydalanish uchun harakat qilayotgan barliq ukalarga ko'pdan ko'p rahmat. Fursatni ching tutdinglar, bozor chaqqanning hozir izlaydiganlar nihoyatda jiddiy izlash kirishib ketdi. Shunga saqlab turayotganlar sizlar bu tez qilinglar, bo'lmasa bozordan qolib qolsizlar. Andan keyin men bilaman bir qism cho'nglarmi bor. Müştiyat ehtiyoji bor cho'nglar bor. Ular bu torbetga tizimlatishdan sal xijli bo'lib qolganlaringlar bo'lishi mumkin. Ashtaqlaringlar bor bo'lsanglar, men bilan aloqalashinglar. Men bu jihatni bir qism sanni turda qilib kelgan hozir qadar. Shunga yordam qila olsam yordam qilaman, bevosita torbet orqali emas. Shunga bulansa deb qo'yadigan. Burun bir qiziqish bo'lgandi. Men Yaponiyada turayotgan vaqtimda ko'rishganlar bordi. Yaponiyada shu bir qatim men Parxutda vatanga qaytdim. Bir xalqaro yig'in qatnashaman deb Xitoyga borgan. Parxutda maqsad uzun vaqt ketdi, bir 2 kundak. Shu Parxutga ketib o'tish jarayonida bir qism yaponlik yoshlar tunishib qolgandim. Tunishib qilib boshqa qilib keyin ularni Urumchiga borganda bizni uyga beringlar deb telefon nomerlarimni, adreslarimni berib qo'ygandim. Keyin Urumchiga borganda uyga bordi. Bizga uyga meni izlab kelgan yaponlik yoshlar tunish qilib bir-birisi bilan. Ular aslida ayrim ko'rishgan. Bizning uyda tunish qilib to'y qilganlar bor. Ashta bo'lganlar bor, boshqalardan menni tunishtirib qo'ygan necha oilalar bor. Ish qilib bu jihatda agar qo'limdan kelsa men yordam qilaman. Shunga agar ba'zilaringlar torbetga tizimlashdan xijli bo'lib turib qolganlar bor bo'lsanglar, menga deb qo'yinglar. Qo'limda san bo'lsin. Men ushurib qolsam sizlarga ba'zi shularni yetkazib beralayman. Bugun deydigan gapim shu. İş qilib maşlardan bek xoşal oldum ben, bek hoş oldum. Uzun bo'pti ki bunda hoş bo'lib qolmag'ali millatning ishida davomli eski xabarlar bilan millatniki vatandagi turmada etayotgan, lagerda etayotgan, Xitoyniki majburiy emgak zavodida ishlayotgan nima 1 milliondak bolalardan ayrilib qolgan ota-onalar ashlarning kuni hozir qanday deb davomli men shuni tasavvur qilib yashayman ko'pincha vaqtlarda. Aşağı bu aşka hoşal bulamaydigan bir holatga kelib qolganman, kulanmaydigan muvaqqatim muhabda ma ishkishdan naydi hoşal bo'ldim. Aşağı bu aşka degan darhallanma videoni chiqarib, mashina chinoq tutayli. Aşağı hozir iqtisodiyotdan qiynalib, bolalarni o'qitamayotgan ota-onalardan birisini bo'lsa qutqizib olsak, qaysi qutqizib olsak shuncha yaxshi deb degan mashqqa tutish qilib qoldim. Shunga bu ishni buncha tushunsanlar bo'ladi. Ang oxirida mushundaq ishlarda yordam qilayotgan qarindoshlarniki hammasiga Uyg'ur Project fondi nomidan rahmat aytaman. Ma'qulamsa har xo'sh, Xudoyimga omonat. Yana 2 haftadan keyin ko'rishaylik.